Assalamu alaikum. Australian Uyghur Tanıtan Women's Association'ın teklifiyle ben ve Halime Adem bugün sizlerge kısa video eklemekçi. Bu videonun mazmunu o yeni kirgen korona savablık JobKeeper təminatının sual cevabı. Doğru. Birinci sualım bizim cemiyette siz mi bilsiz 4. aydan keyin başlagan JobKeeper'ni avatgan qışlaba. Bu doğru desem 9. ayının 20 çisladan keyin to'xtaydi, to'g'rimi? To'xtaydi, to'g'ri. Okay. Amma anılsak hükümet ikinci kademini başlattı JobKeeper'nin berishini. Bu JobKeeper'ni başlaydigandan keyin kim iltimas qilsa buldu, qachon iltimas qilsak buldu, shu to'g'riliq gapirib bergan bo'lsangiz. Rahmat, bek yaxshi savol bo'ldi. Balkim nurg'ulg'an qarindoshlarimiz o to'g'riliq anglashni xohlaydi deb o'ylayman. Avstraliya Federatsiya hukumati bu yil 4-oydan boshlab koronavirus sababidan o'ziniki obort qiymati tuvallab ketgan tijoratchilarga har 2 haftada $1500 JobKeeper ta'minoti beryapti. Lekin asli boshlangan vaqti 3-oyning 31-i, onun oxirlash vaqti 9-oyning 27-kuni edi. Lekin koronavirusning hozirgacha to'xtamaganligi, texmi avjiga chiqqanligi sababidan hukumat buni yana uzatgan vaqti hozirgi 9-oyning 28-kunidan kelar yil 3-oyning 28-kunigacha bo'ldi. Bu hamdamimiz uchun bir yaxshi xush xabar deb o'ylayman. Onunki iltimas qilish vaqti hamda hozirgacha aytiyotgan iniq vaqtgacha iltimas qilsizlar deb bir vaqt belgilab bergani yo'q. Lekin biz hozir faraz qilishimiz 9-oyning ichidagi amaliy qimmatni qarab, shuni qarab kim iltimas qilsa bo'ldi, kim iltimas qilsa bo'lmaydi deganga nima belgilaydi ekan. Shuning uchun balkim 10-oyning 11-larigacha cho'qim iltimas qilish kerak bo'lishi mumkin deb faraz qilyapmiz o'zimiz. Bununla layık kişiler adette şu 4-oydan 6-oygacha, onundaki 7-oydan 9-oygacha bo'lgan 2 qitimliq fasllik GST deymiz. Shuningki, shuning ichidagi obort qiymati qarab, agar sizningki obort qiymatingiz 30%dan tushgan bo'lsa, yana buningga davomli iltimos qilsangiz bo'ldi. Agar 4-oyda tushib ketdi, 6-oydagida tushib ketdi, 9-oyda o'rlab ketgan bo'lsa, yana iltimos qilolmaysiz. Cho'qim ikkisida tang o'rlagan bo'lish kerak. Undan buningdagi yana bir nihoyatda cho'ng o'zgarish, ilg'i berilgan pulning qiymati o'zgardi. Burun 1500 beryapti 2 haftada. Hozir endi 9-oydan 12-oygacha bo'lgan oraliqda $1200 tushdi ekan. Lekin u hammasiga emas, bu bir cho'ng o'zgarish. Burun hamma odamga biroqla o'xshash beradi. Hozir endi 20 soatdan ortiq ishlaganlarga, masalan siz biznesni 20 soatdan ortiq qilayotgan bo'lsangiz, ishlagan vaqtingiz 20 soatdan ortiq bo'lsa, undan keyin $1200 beradi ekan. Agar 20 soatdan tuvan bo'lib qolsa, o joqda $750 berdi ekan. 2 haftalik. Lekin 3-oydan boshlab 1-oydan 3-oygacha bo'lgan oraliqda yana tushirdi ekan. Balkim o joqda koronavirus yaxshilanish bo'ldi deb o'ylashi mumkin. Shuning uchun yana tushirdiga, tushagan vaqtda 20 soatdan ortiq ishlaganlarga $1000, 20 soatdan tuvan ishlaganlarga ularga $650 qiymatida ta'minot berdi ekan. Okay, rahmat, yaxshi tushuntirib berdingiz. Asıl şu JobKeeper ta'minotini avatgan kishilar har oyning 14-kunining ichida cho'qim aytyo'ga kirim ahvolini ma'lum qilish kerak, to'g'ri. Shunga ashunga ikkinchi qadamni cho'qim ashna ma'lum qilish kerak-da. Bu to'g'riliq hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Unda bo'lgandan keyin cho'qim yana o'xshash deb o'ylaymiz. Shu nima oldingi oydagi JobKeeper ta'minotini olish uchun cho'qim siz kelar oyninki 14 kun ichida, masalan 7-oy bo'lsa 7-oyning 1-dan 7-oyning 14-gacha oraliqda siz 6-oyninki amaliy obort qiymati bilan 8-oydagi o'zingizning mo'ljallangan obort qiymatini aytyo'g'i ma'lum qilishingiz kerak. Agar ma'lum qilmay qolsangiz, shu oydagi puldan quruq qolsiz degan gap. Okay. Rahmat. 3-chi savolimiz birinchi qitim JobKeeper iltimos qilib olamagan tijoratchilar, ular yana bir qitim iltimos qilsa bo'ladimi qitim? Agar 4-oydan 6-oygacha olamadi degan gap, o chog'da olamaydi degan gap. Chunki hozirgi buning iltimos qilishdagi o'lchamning birisi 2 faslninki
çoxum 30%dan tushgan bo'lish kerak obort qiymati. Unda bo'lgandan keyin birsida olamadingiz degan gap bu nima bularningki hozirgi degan talabini qandiramadingiz degan gap. Unda bo'lganga iltimos qila olmaysiz. To'rtinchi savolimiz kelsak, mening bir do'stim bir mashina haydashni boshlagandi. Bu o'tgan yili 7-oydan keyin boshladi. Bu iltimos qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Agar nima o'sha hozir men degandek ikki fasldagi nima obort qiymati 30%dan tushib ketgan bo'lsa, yana iltimos qila oladi. Asli bir nima eng chong ularning talabi cho'qim birinchi qatimliqniki 4-oydan 6-oygacha bo'lgan selishtiradi. Lekin nima 7-oy 2019 7-oydan boshlab tijorat boshlaganlar nayt köpken bunun sırtıda kaldı ki. Bu yuva tarafta. Unda bo'lgandan keyin ularni ko'zga ilib, shuning bilan u aytıyor o'zininki nimasini o'zgartirib, qonun tuzumini ularning o'z ichiga oldi. Shuning uchun ular iltimos qila oladi. Bu yaxshi xabar ekan. Sen do'stimga deb qo'ysam bo'lardi. Endi bu yil 9-oydan keyin yangi xizmatchilarni qabul qilgan bo'lsa, tijoratchilar, ularga JobKeeper ta'minot iltimos qilsa bo'ladimi? Bo'lmaydi. Chunki bu jihatga qonun tuzum o'zgargani yo'q. Asli bu nima xizmatchilarni bu nima JobKeeper ta'minoti bilan ta'minlash uchun birinchi talab ular cho'qim 2020-yil 3-oyning 1-dan burun shu nima kontrakt tuzgan bo'lishi kerak, ham ishni boshlagan bo'lishi kerak. Agar nima shuning 3-oyning 1-dan keyin boshlagan ish xizmatchilar hech qaysi shu o'rindan olamaydi. Okay, rahmat. Mening do'stim qarang 1500 koy ağıl buldu ekanda JobKeeper'dan. İltimos qilib beribdi uningga. Ammo uning boshlig'i men senga azroq berib turay. JobKeeper mendan kirgandan keyin o'g'im men kirgandan keyin ana to'liq beraman deb. Bu to'g'ri ishmi? Amaliyotda naq aytyoning chiqargan tuzumi bo'yicha aytgan chaqda bunday qilishga bo'lmaydi. Çoxum ticaretçiler aldıda o pulni to'lash kerak. Masalan, iniq degan vaqti bor, ma vaqtgacha bo'lgan pul çoxum ma vaqtdan burun to'lanish kerak, bo'lmasa bermaymiz deb degan. Lekin hozir kichik bizneslarimiz ko'p obort jihatda shunday ko'p to'sqinliklarga uchrayotdi, ko'p qiyinchiliklarga uchrayotdi. Shuning uchun hamda ular o'zlarining ish xizmatchilari bilan deyishib, men ma vaqtda san berma deb iniq ularga nima va'dani berib qo'yib turib qilayotganlar bo'lishi mumkin. Agar ularning o'tirsida hech qanday ish chiqmasa balkim bo'lishi mumkin. O jihatdan men hech qanday sizga bir narsa talamayman. Shanchibek muhim keldi. Okay, eng oxirgi savolim bo'lgan, mening do'stim ta'minotni 1500 ga oldi, hukumatdan, JobKeeper'dan. Ammo men mening boshlig'imga berib, nimda biz amadoq deb desam, u menga javob bermadi. Shunga hozir tushunib bergan bo'lsangiz bunga. Sizning nima sizningki ishlatgan tijoratchining degan gapi to'g'ri. Avustraliyada bütün hamma odam o JobKeeper'ga iltimos qilib uni olamaydi. Chunki talab borda, cho'qim obort qiymati 30%dan tushgan bo'lishi kerak deb. Agar sizni ishlatayotgan kishiniki uniki tijorat qiymati 30%dan tushmagan holatda u pulni olamaydi. U pulni olamagandan keyin sizga bu pulni beramaydi. O sizning do'stingizning pulning o'zgarishiga sabab, masalan, burun siz 10 saat ishlayotgan bo'lsangizmi, masalan, $500 elayotgan bo'lsangizmi, hukumat bu qitim biz hammadan bu o'xshash pulni beramiz, oz alamdi, ko'p alamdi, qarimiz yo'q, hammasiga beramiz, lekin o pulni sen o'zingga qoldirmay, hamma shu employeega ishlatgan odamingga berishing kerak deb degan bo'lg'achqa, ular majbur holda pulni o'rlatdi. Lekin o pulni olamaganlar, tijoratchilar amal yo'q, u xizmatchilarga beramaydi. Rahmat Halima deb iliq gap berdingiz. Boshqa JobKeeper to'g'riliq gap so'zlaringiz bormi deb cho'qim deydigan bo'lgan. Bu JobKeeper'ning o'z ichiga olgan qonun tuzumlar bak ko'p, uningdan keyin mushlar bilan cheklanmaydi. Mening o'zimning hozirgacha qilayotgan ishimda ba'zi qilolmaymiz deganlarimni aytiyog'i nima talab qilib, mundaq sababdan ular deb har xil sabablarni ko'rsatish orqali ularni oldik. Shuning uchun aytiyog'ning hozir bu JobKeeper payment elayotgandagi eng chong bir yaxshi ish mushning bilan cheklanib qolmaydi. Agar o'zingizga loyiq bana sabab tapa olsangiz, men loyiq deb dalallasangiz, ular yana o'ylashib sizga shuni berdi. Shuning uchun olamiz deganlar nima o'zinglarning accountantlar bilan so'zlashib
amal var, nima iliştirsanlar buldu. Buldu, rahmat. Rahmat, bugün bu videoyu koyganlarga rahmat, dikninglar bizga berganinglarga rahmat. Başqa sualinglar bolsa, şu JobKeeper to'g'riliq şu videoni ostiga yozib qo'ysanglar, Halima ishkimiz yana tirishib, sizlarga inshaalloh kelgusida yana video akilamiz. Chuqur like qilinglar, share qilinglar, inshaalloh yana ko'rishimiz. Rahmat hammalarga. Görüşemiz yana.